Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana Boyda uylari biznesmen akalarimiz uchun do'kon so'rashgan. Faqat bu Yangiqo'rg'on bilan Boyda oralig'idagi joy. Ya'ni bu toshli lokatsiyamiz Qo'ng'irot litsedan ozgina o'tganimizda o'ng qo'limizda joylashgan. Bu joyimiz oldin do'kon sifatida ishlatilgan ekan. Bu joyimiz 2 etajli bino. Bu joyda oshxona, do'kon, supermarket qilib foydalansa har qanday biznes uchun qulay joyda joylashgan. Video davomida joyimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Hadi ketdik. Video obzor davomida joyimizni ko'rib chiqdik. Bu joyimizni suv, svetlar va muammolari yo'q. Hujjatlarga keladigan bo'lsak, hujjatlari turar joy qilib qo'yishgan ekan egalari. Ha, aytgancha bu joyimizning narxi 41,000 dollar kelishadigan joyi bor. Agarda kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, joyimizning egalarining nomerlarini har doimdek video ostiga qo'yamiz. Egalari bilan gaplashib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir shunaqa joylar kerak bo'lsa, o'sha insonlar uchun jo'natib qo'yasizlar. Kanalimizga like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha.